konsertimizni boshlanishiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Juda biz katta hayajonda, nima bo'lar ekan, yaxshi kutib olarmikan, bizni kutgan natija bo'larmikan deb umid qilib turibmiz. Ilohim niyatlarimizga yetaylik, o'tgan ustozlarimiz ruhlari qo'llasin. Men bugun birinchi bo'lib nima desam ekan, bu qizlardan sahnaga chiqib qiziqchilik qilish uchun shay bo'lib turibman. Albatta biz nima deydi, erkak qiziqchilarimizga nisbatan ayollarni sahnaga chiqib qiziqchilik qilishi biroz og'irroq, lekin men uchun bu juda ham bir quvonarli holat. Ustozimiz Arkadiy Raykin aytganidek, sahnaga chiqishingdan oldin kuldira olarmikanman deb chiqmagin. Agar sen kuldira olarmikan deb ikkilanib chiqsang, demak sen kuldira olmaysan. Sahnaga kuldiraman deb chiqqan degan. Demak, mana shu ustozimizning so'zlariga sodiq qolgan holda nasib qilsa kuldira olaman deb qamishdan bel bog'lab kuldirishga shay bo'lib turibmiz. Ustozlarimiz yo'lini bersin, hammamizga omad yor bo'lsin. İltimos qilaman sizlardan qarsak chalmanglar. Yo, rostdan ham qarsak chalmanglar, xafa bo'laman. Chunki sizlarni menga rahminglar kelib chalgan qarsakinglar vobshim kerak emas. Oh! Agar hozir mana shu sahnaga Ozodbek Nazarbekov chiqib kelganda bormi? Ayollar qiyqirib yig'laverardi. Hozir men bu yoqda nima bo'larkin deb hayajonlanib bu yoqdan bu yoqqa borib kelib turibman. Bir taraf ishlamay qolishga sal qoldi. To'g'risi, mana Mahfuza Sherboyeva deb e'lon qildi. O'tirgan tomoshabinlar bir-biriga qarab, kim edi o'zi bu? Taniysanmi? Yo'q desa, chiqmagan bitta shu qoluvdi. Amaliydi ki şu bechoraga qarsak chalaylik deb qo'l uchida nomniga bir qarsak chalyapsizlar-da. Endi bu qarsak emas, bu qarsakning ustidan kulishda. To'g'risi-da. Mana bugun bizning ilk konsertimiz hayotimizda unutilmas onlar bo'lyapti. Quvonchimizga sherik bo'lib turganinglardan benihoya xursandman. Kelishib olamiz. Mana o'zimni qaytadan e'lon qilaman. Orqada o'tirgan opalarimiz Mahfuza Sherboyeva deyishim bilan o'rningizda shuna turasizlar-da, pastga raqsga tushib kelasizlar. Ha? Mana oldi qatorda o'tirgan opalarimiz sizlar ham o'rningizda shuna turib, yoninglardagi bor pulinglarni chiqarib ustimdan sochib yuborasizlar. Erkaklar sizlar to'xtamasdan qarsak chalasizlar. Balkondagilar qiyqirib turasizlar. Kelishdingmi? Demak, repetitsiya qilamiz. Tayyorlaninglar, men e'lon qilaman o'zimni. Mayli, chiqib o'tiring mashitdan. Kutib oling, Mahfuza Sherboyeva. Ha! Ha! Erkaklar bilib olinglar. Ayollardan hayotda bir so'm chiqmaydi-da. Mamada bir adashib 500 so'm sochib yuborsa ham, konsert tugagandan keyin shuna ushlaydi-da tashqariga chiqqandan keyin. "Ey singlim" deydi. "Voy 500 so'm qaytaring" deydi. "Voy buni ko'targaningizda sochib yubordim" deydi. 700 so'm qo'shsa qo'yliqqa yetib olaman deydi. Lekin ayollar sochganinglarda zo'r bo'lardi, gap bo'lardi. "Voy, bir qora qiz konsert qo'ydi. Ey, bunaqasi bo'lmagandi" derdi-da. Lekin bugun men sizlarga rahmat aytmoqchiman. Bugun mana zalimizni kelib to'ldirib o'tirganinglar uchun rahmat. Agar mana misol uchun Yulduz Usmonova konsert qo'yyapti desa, bu zo'r qo'shiq aytadi. Maza qilamiz deb borasizlar. To'g'rimi? Handalak guruhi konsert qo'yyapti desa, maza qilib kulamiz deb borasizlar. Lekin bitta narsaga qoyil qolishim kerak. Bizni tanimasdan, bilmasdan nima bo'larkin, kuldira olarmikin deb kelibsizlar. Endi kulginglar kelmasa ham kulib yuboraverasizlar. Men qaysi davraga borsam xursand bo'laman.
ayollar bor davrasida xursand bo'laman. Nima uchun? Chunki bugungi kun ayollari, 21-asr ayollari har bir sohada ilg'or. To'g'rimi ayollar? Ayollar juda bir bugun katta jasorat ko'rsatdinglar. Qoyil qolish kerak. Sevgi istrobi, ko'semni tashib kelibsizlar, qoyil lekin. Rahmat. Lekin men bilaman, nimaga tashlab kelganinglarni bilaman. Ertilib qaytaradi. Ko'rib olamiz deb kelganda bular. Baqiraveringlar. Aytganimdek, ayollar nima desamki, mana masalan, svetoforda 4 ta mashina to'xtasa, ana o'shani 2 tasida ayollar boshqarib ketyapti. Qarang, hazillarni ham joy-joyiga qo'yib qo'yapti-da. Akamiz uyiga hovli qilib kirib ketdi-da, xotiniga qarab, "Xotin, men ishdan kelsam menga yaxshilab ahamiyat ber. Agar meni do'ppim mana shu yerda turgan bo'lsa, yonimga yaqinlashma" debdi. Agar do'ppim mana shu yerda turgan bo'lsa, kayfiyatim a'lo, xohlagan narsangni so'ra muhayyo qilaman debdi. Yangamiz ham sho'stiri ekan, eriga qarab, "Hey dadajonisi, siz ham ishdan kelsangiz mundoq menga yaxshilab ahamiyat bering. Agar meni qo'llarim mana shu yerda turgan bo'lsa, tupurdim do'ppingizni qayerda turganligini." Akamiz xafa bo'lib bir kecha uyiga kelmabdi-da. Tupurdim deganiga kelmabdi. Ertalab kirib kelsa, yangamiz kutyapti. "Ha? Kecha qayerda edingiz, a? Bilaylik, qayerda edingiz?" Biz akam ham nima deyishini bilmay, "Haligi men Ne'matnikida edim" debdi. Ne'mat akanikida bo'lsangiz, hozir mana aniqlaymiz-da, deb Ne'mat akaga telefon qildi xotini. "Alyo, Ne'mat aka, agar mumkin bo'lsa, mabodo kecha erim siznikida emasmidi?" desa, Ne'mat aka ham, "Kelin, xotiramang, kecha eringiz biznikida edi. Mana hozir yonimda o'tiribdi" dermish. Ayollar xafa bo'lmasin deb yolg'on gapiradi-da, to'g'rimi? Mana shunday jannat makon yurtda yashayotganimizdan biz faxrlanishimiz kerak. Qarang, avaylab asraydi. Mabodo mana odamxo'rlar orolida tug'ilib qolsangiz bormi? Tamomda. Bir samolyot pop etib odamxo'rlar oroliga qulab tushibdi-da. Odamxo'rlari, bolachalar yugurib samolyotga kirib, yugurib dadasining yoniga chiqib, "Dada, hey, 90 kilolik amakini ushladik. Uni nima qilamiz?" desa, dadasi durubbiga o'xshab mashina turganmish. "O'g'lim, uni ertalabki nonushtaga yeymiz" debdi. Yana 5 minutdan keyin, "Dada, ey, 150 kilolik amakini ushladik. Uni nima qilamiz?" desa, dadasi, "O'g'lim, uni obedga yeymiz" debdi. Yana bir pasdan keyin, "Voy dada, ey shunaqangi ofati-jonni ushladik. Bo'ylari 180, qomatlar kelishgan. Dada, uni kechki ovqatga yeymizmi?" desa, dadasi, "Yo'q o'g'lim, uni uyga olib ketamiz. Kechki ovqatga onangni yeymiz" debdi. Mana shu yerda tug'ilib qolsangizmi, opa? Ha? Kechasi yaxshi niyatda uxlaysiz. Yarim kechasi eringiz qorni ochib qolib, ertalab qarasangiz yo'qsiz-da. Bir oshqozon bo'lib turibsiz. Qarang, hali ham ayollar nima deydi, bir dugonalari bilan ko'rib hasratlashib qoladi. Mana 3 ta dugona o'tirganimiz bir-biriga qarab eng kattasi boshlab qopti. "Voy dugonalar, erim aytdi, agar men o'lsam, u dunyoda do'zaxga tusharmishman. Tilim bilan rosa ozor berar ekanman" desa, ikkinchisi, "Voy dugona, men erim ham shunaqa deb aytdi. Erimni ko'p xafa qilar ekanman, g'iybat qilarmishman" desa, uchinchisi xursandmishda. "Voy dugonalar, buni qarang" desa, ikkitasi, "Ay, sen nimaga xursandsan?" desa, "Voy dugonalar, qarang, u yoqda ham uchalamiz birga yurar ekanmiz." Men xursand bo'laman. O'zbek ayoli, opalar, hamisha bolam, chaqam, ro'zg'orim deb yashar ekan. Qarang, turmushga chiqar ekan, farzandlari dunyoga keltirar ekan, o'zi uchun yashamas ekan. Farzandlarni uyli joyli qilib olay, ana undan keyin o'zim uchun yashayman der ekan. Farzandlari uyli joyli qilar ekan, farzandlari uyli joyli qilib bo'lgandan keyin navaralar dunyoga keladi. Danagidan mag'zi shirin, navaralarni uyli joyli qilib olay, ana undan keyin o'zim uchun yashayman deydi. Navaralarni uyli joyli qilib bo'lgandan keyin ana endi o'zim uchun yashayman desa, u yoqda pitovga keladi.
Tomchigul opa, sizni yerga qilgan safaringiz o'z nihoyasiga yetdi. Qayting deydi. Sekin ketaverasizda. Men hozir ayollarning sha'niga maqtovlarni aytaveraman. Ayollar to'ppa-to'g'ri deb qarshi chalaverasizlar. Kelishdingmi ayollar? O'zbek ayoli bola sevar, er sevar, mahalla sevar, g'iybat sevar, kaltak sevar ayollar yer yuzida yo'q. Rahmat. Erini boriga ham, yo'g'iga ham, boringani xiyonatiga ham chidaydi o'zbek ayoli. Lekin bilib olinglar, bir marta chidaydi erkaklar. Ana boringani 2 marta chidaydi. 3 marta chidaydi. Ana undan keyin yana baribir chidaydi-da. Pichoq suyakka borib qadalgandan keyin ayol o'ylaydi. 45 ga kirdim deydi. 4 ta bolam bilan endi kim ham olardi meni deydi. Ha mayli, yeriga qarab, shu bilan yashab o'tib ketaveray deb yashab o'tib ketaveradi-da. Qarang. Men kuzatdim, chet el ayollar bilan o'zbek ayollarining farqi nimada ekan? Chet elda hurmatli ayollar, erkaklar har kuni kechki payt ishdan kelyotsa, bir dona gul olib kelib xotiniga qarab, "Xotin, sen bugun har kungidan ham go'zalsan" derkan. Qarang, ayoli erini ishdan kelishini intiqlik bilan kutib o'tirar ekan. O'zbek erkagi gul olib kelib xotiniga qarab, "Xotin, sen bugun har kungidan ham go'zalsan" desa o'zbek ayol nima qiladi? Menga aytyapsizmi? Ha, xotin senga aytyapman desa, "Dadas, hazillashmang, shaytonlab qolaman a." Xotin senga aytyapman desa, erini oldiga sekin boradi-da. Eriga qarab, "Dadasi, dengchi." Eri ham degandan keyin ham o'zbek ayol shukr qilmaydi-da. Bir chetga o'tib o'ylaydi. Shuni ham olgandir 45 ming, 50 mingga. Shuni pulini menga ber. 5 litr yog' olamiz, bir oy yashaymiz. Mabodo gul olib kelgan taqdirda ham o'zbek erkagi gulni olib kelib xotiniga qarab, "Ma, senga oldim" deydi. Agar sen bugun har kungidan ham go'zalsan desa, ayol o'zini tomni tashaveradi. Qarang, agar chet elda erkaklar gul olib kelmay qolsa, ayollar aybni o'zidan qidirar ekan. Qayerdadir xato qildim, mana erim gul olib kelmay qo'ydi der ekan. To'ppa-to'g'ri salonga borar ekan. O'zbek erkagi o'zgarib qolsa, ayollar ham to'ppa-to'g'ri folbinga boradi. Folbin ham eshikdan kirib kelishi bilan biladi-da. Haligi ayolni labi 2 qavat ag'darib mashina turibdi. Bolachalarga qo'y, xafa bo'lmasiz, yig'laveradi-ku, o'sha holatda turibdi-da. Folbin ham shunday qarab, "Ha, o'lsin. Sizdek ayolni qadriga yetmagan erkakni ko'zlari ko'r bo'lsin" desa, opam ham, "Voy, meni yedi. Umrimni yedi" deb hammasini aytib beradi-da. Boya salonga ketadigan 10 ta pul yo'q. Lekin qarang, o'ylab qarasam eng og'ir kasb bu uy bekasi bo'lish ekan. To'g'rimi ayollar? Oylik yo'q. Dam olish kunlari yo'q. 24 soat ish. Yana erlari kelib olib, "Bizni xotin ishlamaydi, uyda o'tiradi" deydi. Haliyam ayollarimiz bir oyda bir gapga boradi. Ayollar gapga borib, yig'ilgan ekan ayollari kattasi boshlab qopti. "Voy duganalar, biz aslida noto'g'ri yo'ldan ketayotgan ekanmiz. Biz to'yga borsak, bayramga borsak, konsertlarga borsak, chiroyli bo'lib borar ekanmiz-ku, erimizni ishdan kelishini bayram qilib kutib olmas ekanmiz" debdi. Bir opam o'ylab qopti. 50 yildan beri birga yashayman. Biror marta erimni ishdan kelishini bayram qilib kutib olmabman debdi. Bugun bir ishdan kelishini bayram qilib kutib olay debdi. Qarang, dasturxonlarni tuzab, qo'y yog'ida oshlarni qilib, shunaqangi chiroyli ko'ylaklarni kiyib, erini ishdan kelishini kutibdi deng. Opam o'ylayotganimiz, erimni qanday hayratga solsam ekan,
haligi eshikdan kirib kelishi bilan romantik musiqalar qo'yib, modellerlarga o'xshab mashina qilib yurib kelib qolsammikin, ha? Yo'q, bo'lmaydi. Yana yiqilib ketib sharmanda bo'lsam. Yo, pardan orqasiga o'tib olib, eshikdan kirishi bilan "Vah!" deb qo'rqitsammikin. Yo'q, u ham bo'lmaydi. Yana yurak yorilib o'lib qolsachi. Bo'ldi. Undan ko'ra eshikdan kirib kelishi bilan "Assalomu alaykum dadajonisi" deb egilib turaman. Yosh kelinlarday debdi. Shu payt eshik jiringlab qopti. Akamiz eshikni ochdi, kenayimiz turganimiz. "Assalomu alaykum dadajonisi" desa akamiz xotiniga qarab, "Kechirasiz singlim, bu 28-dom 2-pades 16-xonadammi?" desa xotini, "Ha. Akam tanimabdi." Xotiniga qarab, "Tinchlikmi? Uyda kim bor?" "Voy dadasi, sizni ishdan kelishingizni bayram kutib olmoqchi edim. Shunga" desa, to'ppa-to'g'ri spalniga kiribdi. Shvanerni ochsa hech kim yo'q. Balkonga qarasa hech kim yo'q. Hamma joy tekshirib bo'lgandan keyin xotiniga qarab, 50 yildan beri bayram kutib olmagan, endi bayram qilgin kelib qoldimi? Ha? Qochirib borib kimni aldayapsan? deb rosa do'pposlabdi-da. 2 haftadan keyin gapga boribdi. Opamni ko'zi shishib ketgan. Bitta ko'zi ko'rmaydi. Bir oyoq ishlamayapti. Vobshim, mashina qilib gapga borib taslim bo'lish yo'q, mashina qilib. Ketyapti gapga. Duganalarga qarab aytibdi. "Duganalar, biz aslida to'g'ri yo'lda ketayotgan ekanmiz." Shuning uchun shoiramiz aytgan ekan. "So'kilib jaranglatdi erim o'z xonasini. Hay, ruchkamni kim oldi? O'sha" dedim. "Essizgina yoshlikda qanday yigit edingiz? Bitta tabassumimga jonim fido derdingiz" dedi. Ha, yigitchilikda aytgandirman, aytganda, o'sha gap turar ekanmi? Yosh 50 ga yetganda. 50gimda sevgi deb boshim qotirma meni. Topib ber 50 so'mga olgan ko'krichkam qani. Kabinetim, yo'lagim, izim, soyam vujudim. Qo'lingni tekkizmagin, bari mening hududim. Voy, ko'nglim cho'kdi muhabbat opajon. To'ydan keyin o'larkan, erkak kishi ham shuncha pastlab ketsa bo'larkan. Donishmand bo'lar yoshda, ongi shuncha tormikin. O'zi bu dunyoda jentlmen, erkaklar ham bormikin? Alam qildi judayam narsasini olganim. 50 so'mcha qadri yo'q ayol bo'lib qolganim. Ayolga shirin so'zni eri aytib turmasa, katta xolasi kelib aytadimi bo'lmasa? Hududini ajratadi. Erkak bo'lmay o'larsan, ha bizning hududlarga ham qo'l uzatib qolarsa, ikki kishilik yotoq, to'shagimga o'rtaga atir guldan it tortib bo'lib olaman jo'rtaga. Erim hay bu nima desa, biroz xurpayib sochlari, aytaman, bu tamojni, chegara nazorati. Ehtiyot bo'lib yoting, tikani bor bilasiz. Ha bizda ishingiz bo'lsa, viza bilan kirasiz. Erim deydi, seniki menikimish, noshukur mulla garang. Ha kechkirsin, qaysi go'rda qolar ekan chegarang. Shunday ekan yashayver, qilmasdan g'iring piring. Endi baribir boshqa o'ylanishga kechikding. Ha bu yog'i qancha qoldi? Yerga urmay poshnangni. Holin ko'r 60 yoshda beva qolgan oshnangni. Tayyor xizmatkor bo'lsam, sen uchun pishir kuydir. Shukrimni qilmaysanmi? Ruchkang boshingda qolgur. Tavba yo Rabbi, o'zing shohid har nega. Ha shu injiqqa uchratding, o'zing sabr ber menga.
voqea bo'ldi desangiz, shu bir 45 yoshlardagi bir akamiz aytib qoldi. Singlim dedi, xotinim rashk qilib janjal qilaverib dedi, shunaqa charchatdi dedi. Uydan shunda kech kelsam, ozgina soat 12 da kelib qolsam dedi. Eshikni tagida turib olib, "Qayerda edingiz? Nimaga kech qoldingiz? Nima qilib yurdingiz shu paytgacha?" deb shunaqa so'roq qiladi dedi. Undan ko'ra, "Voy dadajon, yaxshi keldingizmi? Charchamadingizmi? Mana ovqatlaringizni isitib qo'yib, siz shuna kiyimlaringizni almashtirib turing, hozir" deb mehribonchilik ko'rsatsa, vijdonimiz qiynalib, o'zimiz aytib beramiz dedi. Qayerda ekanligimizni dedi. Keyin aytdiki, o'zi oilada dedi 45 yoshgacha erkak o'zini haqiqiy erkakdek his qilar ekan dedi. 45 yoshdan keyin farzandlari uyli joyli qilish boshlanar ekan dedi. Ana undan keyin erkak xotinni katta o'g'lidek bo'lib qolar ekan dedi. Haligi mana xotin aytadi, "Dada, seni bozorga boringda, narsalarni olib kelayotganingizda ularni kiyib tashib keling." Ha desa, erkak, "Shular kerak menda, shular kerakmi xotin?" desa, xotin aytadi, "Men bilaman" dedi. Mana to'ylarda nima bo'layotgan men bilaman. Siz aytganini qiling dedi. Erkak aylanib yugurib yuraveradi aytganini qilib. Chalinglar. Ustozimiz Hojiboy Tojiboyev aytgan, "Sizdan o'gina, bizdan bugina" degan. Sizlar mazza qilib kulib qarsak chalsanglar, biz aytamiz, bo'lmasa kesib chiqib ketaveraman. To'g'risi-da? Mana oldinga momolarimiz o'tirib, mana yosh katta onaxonlarimiz, oldingi onalarimiz 10 ta 12 ta farzandlarni dunyoga keltirgan, rashk qilishga, janjal qilishga vaqti bo'lmagan. Ular 12 ta farzand dunyoga keltirgan, dalaga chiqqan, ishlagan, kelgan, tuqqan. Ish shu. Rostdan, mobodo eri bexosdan bir janjal kavlab, "Nega ko'ylagingni dazmol qilib qo'ymading?" desa, haligi ayol gapirishga holi yo'q. Dalaga chiqib ishlagan, bolaga qaragan energiyani sarflab bo'lgan. Hozir dazmollab qo'yaman deb, shunda dazmol qilib o'tirgan joyda uxlab qolgan. Mana 12 ta farzandni dunyoga keltirgan onamizdan jurnalistlar so'rabdi. "Onajon, mana siz 12 ta farzandni dunyoga keltiribsiz, shu bizga hozir cholingizni ko'rinishlarini aytib bersangiz" desa, onam ham, "Shu qizim cholimni ko'rinishlari, cholimni ko'rinishlari" jurnalist qizga qarab, "Qizim, uzr, ahamiyat bermagan ekanman." Qarang, tik qarashga uyalgan hattoki. Shuning uchun nimadan hozir janjal kelib chiqyapti, to'g'rimi? Bekorga mana Marhaba Karimova aytmagan, "Shekspir davri o'tdi, boshqacha el turmushi, tamom boshqacha hozir er-u xotin urushi. Nima emish ro'molcha, 4 burchak lattada jo'n. Hozir rashk sababchisi zamonaviy telefon." Uydagi kelinlar ham bilmam nima ovlaydi, qachon qarama erining telefonini kavlaydi. Sim qoqqan bo'lsa agar bir shubhali raqamga, suhbatlari albatta aylanadi janjalga. O'ylamang telefonining shunchaki bir keragi. Aslida u erkakning qo'lidagi yuragi. Shuning uchun uning ichi to'la sir va asrorga, hammomga ham o'zingizlar olib kirmas bekorga. Shunday sirlar bor bilsang, yuragingga g'am tushar. Bilmasang peshonangga bitta tirish kam tushar. Ayollarga gapim shu, ko'lmakdan ket ovlama. Esing bo'lsa eringning telefonini kavlama. Mana shunaqa payt, mana shu mavzuda she'r o'qilsa, opalar, sizlar ayollar qarshi chalmanglar. Erkaklar kuzatinglar. Rosa xursand bo'ladi-da. Yashang singlim. Yashang. Mana shunaqa she'rlarni ko'p o'qib turing. Ha? Mana shunaqa she'rlar o'qigan payt shuning uchun ayollar qarshi chalmanglar. O'shacha telefonni ham kavlab o'tirmanglar, baraka topmaysizlar. Chunki erkaklar darvozaga yaqinlashguncha
telefonni qayta ximchiskadan o'tkazib, hech narsa bo'lmaganda kirib kelib xotinning oldiga telefonni shunda qo'yib qo'yadi. O'zi bu yoqda o'tiribdi. Ey xudo sharmanda qilma. Ey xudo ochib qolmasin. Ha? Bir yangamizning har kuni akamiz kodini o'zgartirib kelar ekan. Bir kuni mana shundan liqsa, bir kuni bir kuni perivalda haligi chivonaqasi baland pastga mana shu qilib topib olar ekanda. Oxiri akamizni mashatga kelibdi-yu. Bir haftadan keyin xotin debdi. Xohla mana shu 1 million pulni ol. Xohla menga kodini qanday topayotganingni aytib ber dedi. Endi ay pul jigardan bo'lgan-ku. Opam o'ylab ketibdi. Tak. Haliga 200 mingni gapga bersam, 300 mingga qizimga ko'yliga bersam, qolganini o'zimga olaman. Bo'pti, dadasi men haliga pulni tanladim debdi. Unda ayt. Siz ishdan kelgandan keyin telefoningizni shunda qo'yib qo'yasiz. Men uni yaxshilab artib, oldingizga qo'yib qo'yaman. Keyin siz u yangi kodi bilan naqib ochib telefon qilasiz. Keyin men uni shunda olib chiroqqa bundoq qarasam, bilinadi debdi. Ana shundan topib olyapman debdi. O'shancha erkaklar sizlarning telefonni yangi kodini shunda chizib, gaplashib bo'lgandan artib qo'yinglar. Quloq tinch bo'ladi-da. Aylanib keladi, yo'q. Aylanib keladi, yana yo'q. Keyin o'zi aylanmay ham qo'yadi oxiri. Qarang, mana ayollarimiz erkaklarni yaxshi ko'rgandan rashk qiladi. Mana misol uchun to'yga borsa, erkaklar bilib olinglar, ayol kishi ikkita narsani kuzatadi. Bittasi eri, ikkinchisi raqqosa. Ha? Xotini bilan to'yga borgan erkaklarni ko'rganmisizlar? Jim o'tiradi, mashina o'tiradi. Hech qayerga qaramaydi. U yoqda kimdir kuzatayotganini biladi. Raqqosa kelib qo'llarini mashina o'tkazib qoladi-ku. Qaramaydi. Mashina o'tkazsam, Ali akamiz tek singlim. Mana o'tgan safar 2 og'iz gapirdim, bir oy balaga qoldim. Mana 10 ming dollarni qaytib kelmang deydi. Raqqosa bechora qo'rqib ayollar bor joyga yaqinlasha olmaydi. Ayollar davrasiga kelsa 4 ta ayol raqqosa oldiga shunday chiqadi-da, raqqosaga qarab tur yo'qol deydi. Lekin kirish kerak, pul o'sha yerda. Onamizning qo'llari to'la pul. Raqqosa davriga kirib keldimi? Onamiz mana shu raqsga tushib turibdi, qo'lda pullar. Mana shunday aylanadi, pul yo'q. Yonida qizi yo bir o'zini aytgan odam bo'ladi, o'shalarga berib yoradi. Mana qarang, raqslarimiz bor, to'g'rimi? Xorazm raqsimiz bor, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro, Vodiy raqsi bor. Mana Xorazmning ayollari to'yga eri bilan borsa, begona ayol bilan ko'rib qolsa, qo'lini miltiq qilib mashtaqa o'ynab qolar ekan. Ma'nosi, qo'limda miltiqim bo'lsa, peshonasidan atadedim derkan. Keyin uzun ko'ylagini yerga mashtaqa ishqilib o'ynab qoladi. Mana qila. Haliga ayolga qarab, "Hey" dedi. "Yana bir marta erimni yonimda ko'rsam, uzun ko'ynagimni degini dimiqtirib o'ldiraman seni" dedi. Eng avjli joy bor. O'sha gapiga ham ko'nmasa, shunday yerda mashtaqa qilib qoladi. Haliga ayolga qaradi. "Oyoqingni urib sindiraman, imeklab gelib, kechirim so'raysan" dedi. Mana o'rtada mana Samarqand bilan Buxoroning ayollari ham erini begona ayol bilan ko'rib qolsa, qo'llarini mashtaqa o'ynab qoladi. "Nakuna xudo, nakuna, men ashma judo, nakuna" deb, ha? Ma'nosi qo'llaringni chopib tashlayman dedi. Qashqadaryo bilan Surxondaryoning ayollari ham bekorga yaqu demagan. Ma'nosi aslida, "Ey xudo, ayb o'zimda." "Ey xudo, ayb o'zimda." Kim hamda qo'ynaydi? Ha? Ikko'ngni ham ushlab, tandirga tiqib, tandir kabob qilaman deydi. Sirdaryo bilan Jizzaxning ayollari ham zo'r o'ynaydi. Ular aylanib o'ynaydi davrada, mana shunaqa. Ha deb o'ynayveradi. Erini bekonni ayol bilan ko'rib qolsa ham o'ynayveradi.
ot aylanib qozig'ini topadi. Mayli, yoshligida o'ynab qolsin, qariganda qo'limga tushadi-ku. Andijonning ayollari, Andijon polkasi ham bekorga paydo bo'lmagan mana shunaqa raqslarimiz. Qo'limga tushasan deydi. Ichingga bir mush urib, nokaut qilib, go'shtingni sabzi to'g'raydigan taxtakash ustida dalab to'g'rayman deydi. Menga yoqadigan Farg'onaning ayollari raqsi. Farg'onaning ayollari ibo hayo bilan shunaqa joyga solib qo'yadi. Mana shunaqa o'ynaydi Farg'onaning ayollari. Menga farqi yo'q. Kechki uyga kelsa bo'ldi. Kessin, terrorisiga somon tiqaman. Erkaklarimiz ham zo'r o'ynab qoladi. Erkaklar bir xil o'ynaydi. Mana shunaqa o'ynaydi-yu. Mana shunaqa o'ynab qoladi davralarda. Ko'rganmisizlar? Ular nima deydi? Bir boshga bir o'lim. Mana shunaqa qilib qoladi. Bir boshga bir o'lim. Peshonada borini ko'ramiz deydi. Yo'q, yosh katta onalar o'ynaganini kuzatganmizlar to'yda. O'zi bilan o'zi yuradi. Ona xollasi mana shunaqa yuradi. Mayda o'ynayveradi. Davrani bir chetda bir o'zi o'ynasa ham o'ynayveradi, farqi yo'q. Bo'larimiz bo'ldi. O'ylab qarasam, o'zim uchun yashashimiz kerak ekan. 4 tomoni qibla. Mana shunaqadan paydo bo'lgan ekan raqslarimiz. Endi men bugun ayollarimiz bor ekan, ayollarimiz hozir bir nima deydi, tasavvur qilinglar, ayollar yer yuzida erkak zoti bo'lmasa. Ana. Shunaqa desam bitta onaxonimiz aytdiki, astag'firullah, astag'firullah, astag'firullah dedi. Erkaklar yo'q bo'lguncha sen yo'q bo'lib ketay dedi. Shpayt bitta ona ayolimiz o'rnidan shundoq turdi dedi, "Hey" dedi. "Pulni qayerdan olamiz?" dedi. Men aytdim, "Opa" dedim, "Xavotir olmang" dedim. "Ilonlar bor joyda boylik bo'ladi" dedim. Shuncha tasavvur qilinglar, yer yuzida erkak zoti bo'lmasa, erkaklar xafa bo'lmanglar. Bu qoraymay o'lgur nima deyapti deb. Hammasi hazil. Shuding mazada ayollar uradigan odam yo'q. So'kadigan odam yo'q. Nimaga unga kulib qarading deydigan odam yo'q. Maza qilib yuramiz. Hey, hamma erkaklar qizil kitobga kiritilgan. Bir dona erkak qolgan, u ham urug'likka. Uni ham butun O'zbekistonni ayollar qidirib yuribdi. Ertalab duoga qo'l ochardimishda ayollar. Ey Xudo, bugun bitta ko'raylik. Uzoqdan soyasini bo'lsa ham bitta ko'raylik. Kech bo'lgan erkak yo'q. Fanarlar bilan qidirib yuribdi, mana shunday qilib. Obbo, qayerga qolib ketdik-a? Toshboshdaga tiqilib qoldimikin, ha? Hey, ko'rmadinglarmi? Siz tog'ning nariyog'idagi ayollar yo'q, yo'q, yo'q deb ovoz berayotganmish, aks sado qilib. Hamma qidiravergandan keyin Namanganning ayollari charchab qopti. Namanganning ayollar Andijonning ayollariga telefon qilibdi. Aba, ertapdan beri qidirib o'tdimiz, ha? Ko'rmadinglarmi erkakni? Desa Andijonning ayollari jahli chiqib ketibdi-yu. Biz ashaqda deb mashaqda o'tiribmiz. Lekin qo'limga tushsa, enasini ushqurganini ko'rsataman. Iplosdi. Bizda Xorazmning ayollari Andijonning ayollariga telefon qilayotganimiz. Alo. Assalomu alaykum. Ha, biz yana qarab quvvaring erkakni. Kutaverib
ko'zlarimiz do'r to'ldi. Biz o'rtada Samarqand bilan Buxoroning ayollari-ku. Ebi, nima qilibdi bular? Biz o'rtada ana unday qilib qolib ketaveramizmi? Xorazmning ayollariga qarab, "Menga qarang, apa, erkak через biz orqali sizlarga o'tadi. Haymi? Bizdan qosa ko'rasizlar, tamom" debdi. Surxondaryo bilan Qashqadaryoning ayollarining kayfiyati no'limishda. Kitobni perivalda o'tirganimish. Asfaltda. Mana shunday qilib. Shu erkakni ko'rmay o'tib ketamiz-ku. Mana shu tog'lar xalaqit qilyapti-da. Desa, men bu yoqdagi Qoraqalpog'istonning ayollari aytayotganimish. Iltimos, kserokopiyasini bo'lsa ham jo'natinglar. Desa, Toshkent ayollari pinagini buzmasmishda. Bir qator bo'lib turib olgan. Qizlar, kayfiyat tushirmanglar. Erkak aylanib bizaga keladi. Poytaxt bu, markaz dermish. Qarang, hamma ayollar quvlagandan keyin ushlab oladi, to'g'rimi? Ushlab olibdi erkakni. Ushlab olib har payshanba televizordan chiqarayotganimizda. Ayollarim televizorga mashina qarab turibdi. Ana chiqdi. Voy, o'lsin. Ozib ketibdi. Mana shu Anjanning ayollari yomon qo'rqitdi-da buni. Sahrni bo'lib qolgan bu. Keyin hali erkakni shishali idishda muzeyda saqlayotganimish. Erkak ham shishaning ichida turibdi, mana shunday qilib. Tagiga yozilgan. Bu erkak zotining so'nggi nusxasi. Bu Samarqandning Omonqo'ton g'oridan topilgan. Mana hozir pul sarflab keldinglar-ku, to'g'rimi, konsertga? Kim boramiz erkakni ko'rgani? Ayollar kelgan, o'chirt katta. Buxoroning ayollari yana janjal qilayotganmish. Ebi? Shuncha pul sarflab kelib, bitta ko'rmay ketaveramizmi? Bitta ko'raylik. Buxoro ayollari ichkariga kirib, shishadagi erkakni ko'rib, tashqariga chiqqandan keyin kayfiyat vobshim boshqacha-yu. Yurishlarim o'zgarib ketadi. Voy, o'lsin. Baribir erkak yaxshi. Kayfiyatlar ko'tarib yubordi-ey. Shuning uchun ayollar Payg'ambarimiz aytgan ekan, agar men ayollarga Allohdan boshqaga sig'inish kerak bo'lganda, erlaringga sig'ininglar deb aytgan bo'lardim degan ekan. Yaxshilik qiling, 5 vaqt namoz o'qing-ku, eringizni rozi rizoligini olmasangiz, jannatni darvozasini tagiga yaqinlashmas ekansiz. U yoqqa borib yurmang darvozani tagida mana shunday qilib. Haliga kechirasizlar, bizni xo'jayinni 1 minutga chaqirib boringlar. Nima narushina qilib bilaylik? Kirgizmayapti darvozadan. Ha? Shuning uchun erkaklarimizni ayollar avaylab, asrab 9-mart kuni sen aziz va muqaddassan, muqaddas erkak deb bayram qilib berishimiz kerak bularga. Endi ayollar sizlarda shunaqa fikr tug'ilishi mumkin. Nimaga endi 9-mart deb ayollar 8-martdan qolgan qutgan ovqat dasturxonga qo'yib yuboramiz. Endi bitta o'q bilan ikkita quyonni uramiz. Mana misol uchun muqaddas ayolda erkak xonandalarimiz chiqib qo'shiq aytadi, to'g'rimi? Ayol xonandalarimiz ham chiqib qo'shiq aytsin. Hozir men o'sha qo'shiqni aytaman, faqat ayol degan joyga erkak so'zini ishlatamiz ayollar. To'g'ri kelishib oldikmi? Kim erini yaxshi ko'rsa, turmush o'rtog'ini yaxshi ko'rsa, o'g'lini, aka-ukalarini yaxshi ko'rsa, ayollar qo'shilib aytasizlar. Sen baribir muqaddasdan muqaddas erkak deysizlar. Men qo'lim shunday qilib olmasa qo'shilib ketaverasizlar. Birinchi bo'lib Dildora Niyozova chiqib kelsin. Tayyormisizlar? Dildora Niyozova chiqib keldi. Mana erkaklar o'tiribdi. Boshlab qoldi.
Ana ko'rsang qimtinasan, ko'tarasan bosh. Ulfat kelib sherik bo'lsa, chimrasan qosh. İchib yurgan mengu bitta, senga tegar tosh. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ana endi keladi, ayollar ketdik, ha? Sen baribir muqaddassan. Xayriyat opa, rahmat, bitta siz bor ekansiz. Rahmat. Ikkisiga yana qo'shilavering, bo'ptimi? Siz o'zi opa turing, o'rningizdan turing. Qo'lingizni bunday qilib turing, dirijolik mana shu yerga chiqing. Bunaqa qilmang, uyalmay turing. Dirijolik qilasiz, turing opa, mana shu yerda turing. Iltimos. Mana shu yerda turingda qo'lingizni men ha deganda mana bunday qilib ko'tarib yuborasiz. Tayyor, men endi qarang, opa. Opa, to'xtab turing, to'xtab turing. Men Mavludasol Xo'jayev bo'lib chiqib kelaman, siz o'zingiz qo'lingizni ko'targanda bular qo'shilib aytadi. Kelishdingmi? Mavludasol Xo'jayev chiqib kelyapti, qaranglar. Tayyormisiz opa? Ha? Mavludasol Xo'jayev, kech kelsang o'qlov bilan kutib ham bo'ldi. Cho'ntakdagi pulingni shilib ham bo'ldi va bu haqda qaynonangga sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ha, davom etaverdim. Ha. Yashang opa, yashang. Ayol xonandalarimiz, yosh estrada xonandalarimizdan. Do'lana axtarib chiqqan paytoqqa, tushsang ham xotinlar qo'ygan tuzoqqa, o'xshasang ham ammam boqqan buzoqqa. Sen baribir muqaddassan, muqaddas erkak. Ha? Sen baribir muqaddassan. Rahmat opa. Opam bitta qarsak bo'lsin. Rahmat opajon, boringizga shukr. Yigitning yuzini yorug' et Alloh. Yori bo'lsa ilsin yanoqlariga. Qurol ko'tarishdan asragin eyvoh. Yor sochi o'ralsin barmoqlariga. Yigitning qaddini bukmagin Alloh. G'ururi boshidan balandda yursin. Erkakning yuziga tik qarash gunoh, ayoli hamisha ta'zimda tursin. Yerlarda qolmasin yigitning so'zi, sazasi o'lmasin, egilmasin bosh. Atodan boshlangan hayotning o'zi erkak siymosida emasmi quyosh? Yigitning omadin beravergin, mardlarni maqtashdan benasib etma. Dunyoda birorta erkak zotini arosat yo'lida qoldirib ketma. Biz ona bo'laylik, opa singil yor, aslo yiqilmasin tirgaklarimiz. Ularsiz dunyoda bizga nima bor? Omon bo'lsalar bas erkaklarimiz. Erkaklarimizni yo'ldosh qarsaginglar. Oh! Ha! Yashanglar. Ha! Bo'lar ekan, oxiriga kelib, ha? Ana endi men hozir yoshligimdan eshitib katta bo'lganman. O'zim yaxshi ko'rib aytadigan qo'shig'im bor. Mana shu qo'shiqni hozir sizlarga 9 ta tilda aytib beraman. Sizlar naqoratiga qo'shilib aytasizlar.
Новых роз. Bugun men mana shu sahnada turib, mana shu yerga yig'ilgan ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Men bugun sahnaga chiqib qiziqchilik qilishimga sababchi bo'lgan ustozlarim o'tiribdi mana shu yerda. Ustozimiz Hojiboy Tojiboyevga ruhlari shod bo'lsin. Mirzabek Xolmedov, Obid Asomov, Zokir Ochildiyev, mana Qahqaha teatri o'tiribdi. Tohir akam, Sohib akam, hammasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki men mana shu insonlardan qiziqchilik sir asrorlarini o'rganganman. Mana shu insonlarga rahmat aytmoqchiman va yana bir ustozim bugun mana shu yerda o'tiribdi. Mana shu sanab o'tgan ustozlarning ustozi. Men magistrlik ishimda o'zini hamisha yordamlarini bergan, qo'llab-quvvatlagan ustozim Ma'mur Umarov mana shu yerda o'tiribdi. Qani ustozimiz? Men ustozimga guldiroz qarsaginglar. Ustoz, mana shu gulni men sizga beraman. Rahmat. Rahmat ustoz. Qarsay ustozimga. Yana bir ustozim bor. Bu inson qiziqchi bo'lishimga sababchi bo'lgan. Qiziqchilik kasbiga mehr qo'yishimga sababchi bo'lgan. Hamisha meni qo'llab-quvvatlagan qiziqchilikni sir asrorlarini o'rgatgan ustozim. Bugun agar men sizlarning yuzingizga ozgina tabassum ulasha olgan bo'lsa, demak bu meni yutug'im emas, bu ustozim Ortiq Sultonovning yutug'i. Guldiroz qarsaginglar. Minnatdorchiligimni bildiraman. Meni oq yuvib, oq taragan, mana shu san'at yo'lida o'zini duolarini bergan, hamisha qo'llab-quvvatlagan, qiyinchilik kunlarimda duolari bilan menga yordam bergan insonlar mana shu bugun sizlarning qatoringizda o'tiribdi. Ota-onamga bir guldiroz qarsaginglar chalib qo'ysanglar, men gullarni ota-onamga topshirsam. Dadam, opam G'ulam aka do'ppi sinab qo'yibdi-da. Rahmat. Rahmat.